Nechta bor bu yerda? 20 ta. 20 ta. 20 ta. Bu qanaqa endi naslli mollarmi bu? Shuni tug'dirib, mashulani bollari. Buni qolganmiz. Bollar. Bollar. Mana endi o'z tug'di bular hammasi mana. Mana go'zalamiz, o tashqariga chiqib ketib qolibdi. Hammasi tuqqan yana 2-yilga. Ha, bu yoqda ham yuribdi. Ha, ular o'choqda bir maza qilib yuradi-da. Ha. Bu zot qanaqa bo'ladi? Shved. Sutga. Sut yaxshi, sutga ham zo'r. Hozir nechta sigiringiz bor mana shu? 8 ta. 8 ta. Qancha litr sut beradi? 8 litr, 6 litr, 10 litrliga bor, uni ko'proq ham beradi. 10 litrdan 880 70-80 litr sut bor. Bor. Sotasizmi buni? Sotamiz, mana bu shiraqqa ishlatamiz o'zimiz, sotolmaymiz. Qandolatchilikka qatiq kerak. Sut kerak, qaymog'i kerak. Shunga o'la. Pichandan yeydi-da. Ya, yeydi hozir. Yersangiz yeydi. O'sha. Voy jonivor. Yog'och, qo'yman. Ha, yog'och. Taxminan qancha millionlik sigir turibdi shu yerda? 30 milliondan bo'lsa, 200 millionda. 10tasi. 10tasi yana 200 million. Ha, ba'zi ular ham endi bular eshitdinglar 600 million bo'ladi. Ko'z tegmasin, barakasini bersin. Buqami deyman, bu buqa. Bu mana uni bolasi bu. Biz u kiraverishda faqat chorvadan tashqari tovuqni ko'rdik, kaptari ko'rdik, to'ti bor. Nima hammasiga qiziqasizmi deyman? Hammasiga qiziqamiz, ishqibozmiz, boqamiz. To'ti qushlaringiz haqida gapirib bering, qanaqa? 2 yillar bordi kirganda ovoz. 7 yot odam taniydi-da. Ha. O'shanga narxi qanaqa turadi, zoti qanaqa ularni? Zoti ajrali bor, Aleksandra bor. Jupi $600.